Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Isroil bosh vaziri Netanyahu Yevropa oq-qorani ajratishni Isroildan o'rganishi kerakligini aytdi. Erdo'g'on Isroilga harbiy harakatlar bilan tahdid qilmoqda. Prezident qurilish sohasidagi byurokratiya va korrupsiyani tanqid qildi. Tramp va Rim papasi o'rtasidagi ziddiyat yanada kuchaymoqda. O'zingizni aldamang. Tez-tez hojatga chiqish, siyganda qiynalish, kechasi uxlay olmaslik. Bu oddiy shamollash emas. Bu prostata muammosi. Agar bugun e'tibor bermasangiz, ertaga og'riq ham, asorat ham kuchayadi. Vulkan 100% tabiiy, kuchli tabobat inyomi. Prostata bezidagi yallig'lanishni kamaytiradi. Siydik yo'lini tiklaydi. Erkaklik quvvatini kuchaytiradi. Bir qaror hayotingizni o'zgartiradi. Sokin hayot kechirasiz yoki yana qiynalishda davom etasiz. Tanlov sizniki. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Yetkazib berish O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Isroil bosh vaziri Netanyahu Yevropa oq-qorani ajratishni Isroildan o'rganishi kerakligini aytdi. Yevropa Holokostdan beri juda ko'p narsalarni unutib qo'ydi. Ular bizdan ko'p narsani o'rganishi kerak. Ayniqsa bizdan yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi aniq farqlarni o'rganishlari kerak. Bu hal qiluvchi paytda hayot uchun kurashish, hatto urushga chiqishni ham talab qiladi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng yaxshilikni himoya qilishga qasam ichgan Yevropa bugungi kunda chuqur axloqiy zaiflik ichida qolgan. Yevropa o'zining kimligini, qadriyatlarini yo'qotmoqda. Reuters agentligining xabar berishicha, Xitoy tankeri AQSh blokadasini buzib Hormuz bo'g'ozidan o'tdi. Eron bilan hamkorligi uchun sanksiya qo'yilgan Rich Starry kemasi AQSh harbiylari yo'lni to'sib qo'yganidan so'ng Hormuz bo'g'oziga birinchi bo'lib kirib, Fors ko'rfazidan chiqdi. U taxminan 250 ming barrel metanol va xitoylik ekipajni tashiydi. Ilgari Rossiya va Eron neftini tashigan yana bir sanksiya qo'yilgan kema Murli-Kishan bo'g'ozi tomon yo'l olmoqda. U 16 aprel kuni Iroqda yoqilg'i moyi bilan to'ldirilishi kutilmoqda. Erdo'g'on Isroilga harbiy harakatlar bilan tahdid qilmoqda. Turkiya prezidentining ta'kidlashicha, Isroil o't ochishni to'xtatish rejimiga qaramay aholi yashaydigan hududlarga zarbalar berish orqali 1,2 million livanlikni uylarini tashlab chiqishga majbur qilgan. Biz Isroilning Falastinga nisbatan ham shunday harakatlarni qilishiga yo'l qo'ymaslik uchun qudratli bo'lishimiz shart. Qorabog'ga qanday kirgan bo'lsak, Liviyaga qanday kirgan bo'lsak, ularga nisbatan ham xuddi shunday qilamiz, deya Erdo'g'onning so'zlarini keltirmoqda The Jerusalem Post nashri. Biz Yevroittifoq va NATOga to'laqonli a'zo bo'lishni istaymiz. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning boshqa bayonotlari: aprel oyi oxiriga qadar Drujba neft quvuri ta'mirlanadi va o'z ishini qayta tiklaydi. Harbiy safarbarlik yoshiga yetmagan ukrainalik yoshlar xorijda bo'lish huquqiga ega. Ukrainani himoya qilish mas'uliyatini kuch-quvvatga ega, konstitutsiyaviy burchi bor va safarbarlik yoshidagi har bir ukrainalik o'z zimmasiga olishi shart. Mamlakatdan noqonuniy chiqib ketgan safarbarlik yoshidagi erkaklar bizning maxsus xizmatlarimiz va ular bo'lib turgan davlatlar hukumatlarining diqqat markazida bo'lishi kerak. Bizning qurolli kuchlarimiz rotatsiya uchun ularning qaytishidan umid qilmoqda. Jangchilarimiz temirdan emas. Prezident qurilish sohasidagi byurokratiya va korrupsiyani tanqid qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qurilish sohasida byurokratiya, korrupsiya, sansalorlik ko'pligi uchun qurilishni boshlash oylab, yillab cho'zilayotganini tanqid qildi. Bu haqda davlat rahbari 14 aprel kuni bo'lib o'tayotgan uy-joy qurilishi va urbanizatsiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan videoselektor yig'ilishida so'z ochgan. Yig'ilishda 500 dan ziyod developer, quruvchi, loyihachi, arxitektor va urbanistlar ishtirok etmoqda. Dunyoda qurilish industriyasi shiddat bilan o'zgaryapti. Sohaga zamonaviy loyiha yechimlari, yangi texnologiya va standartlar kirib kelmoqda. Shu ma'noda davlat rahbari mamlakatdagi qurilish tizimi bugungi o'zgarishlarga qanchalik mosligi, soha rahbarlari zamon talab qilayotgan tezkorlik va sifat bo'yicha mas'uliyatni his qilayotgani, seysmologiya va zilzilabardoshlik bo'yicha yangi xavflarni inobatga olib yangi yechimlar ishlab chiqilayotgani borasida savollar ko'pligini bildirgan. Tadbirkorlik uchun yiliga 6,5 ming gektar yer, 600 ming kvadrat metrli bino, inshootlar savdoga chiqarilmoqda. Kichik va o'rta biznes uchun 140 trillion so'm resurs berilmoqda. Lekin yer, kredit kabi asosiy masalalari hal bo'lgan tadbirkorlar qurilishini boshlash bosqichida to'siqlarga uchrayotgani qayd etildi. Prezident tadbirkorlarning hali aktivga aylanmagan yeriga soliq kreditiga foiz hisoblanayotgani, lekin byurokratiya, korrupsiya, sansalorlik ko'pligi uchun qurilishni boshlash oylab, yillab cho'zilayotganini tanqid qilgan. Shu bois soha vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazilib, mingdan ortiq quruvchi va loyiha
tashkilotlarining takliflari olingan. Yig'ilishda ushbu taklif va tashabbuslar asosida ishlab chiqilgan yangi chora-tadbirlar muhokama qilinmoqda. Ma'lumot uchun so'nggi 9 yilda 10 mingga yaqin yangi qurilish korxonalari ish boshladi. Aylanmasi 1 trillion so'mdan oshgan, 20 ta 100 milliard so'mdan o'tgan 365 ta yirik kompaniyalar paydo bo'ldi. Loyiha tashkilotlari 2000 dan, ulardan xalqaro sertifikat olganlari 650 dan oshdi. Qurilishda ruxsat berish bosqichi 3 karra, muddati 4 karra qisqardi. 420 ta shaharsozlik norma va qoidalarini birlashtirish, eskilarini bekor qilish hisobiga 140 ta yangi shaharsozlik norma va qoidalari tasdiqlandi. Mazkur ishlar natijasida o'tgan davrda 210 million kvadrat metrli bino inshoot, 647 ming xonadonli, 15 mingdan ortiq ko'p qavatli uylar barpo etildi. Qurilish ishlari hajmi 2016-yilda 30 trillion so'mni tashkil qilgan bo'lsa, o'tgan yili bu ko'rsatkich 314 trillion so'mga yetdi. Bugun qurilish materiallari va ularga yondosh sohalarda 3,5 million aholi band. Tramp va Rim papasi o'rtasidagi ziddiyat yanada kuchaymoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Truth Social ijtimoiy tarmog'i orqali Rim papasi Lev XIV ga nisbatan keskin tanqidlar bildirdi. U papani jinoyatchilikka qarshi kurashda sustlikda va tashqi siyosatda samarasizlikda ayblab, uning pozitsiyalarini ochiq tanqid qildi. Tramp o'z bayonotida ayrim geosiyosiy masalalarga ham to'xtalib o'tdi. U Eronning yadro quroliga ega bo'lishiga nisbatan yumshoq qarash bildirilgan papani qabul qilmasligini aytdi. Shuningdek, AQSh tomonidan Venesuelaga qarshi ehtimoliy harbiy harakatlarni qoralagan pozitsiyani ham keskin tanqid qildi. Uning fikricha, Rim papasi AQSh rahbariyati faoliyatini baholash o'rniga o'z diniy missiyasiga e'tibor qaratishi lozim. Tramp yana bir bahsli fikrni ilgari surib, Lev XIV ning papalikka saylanishida uning amerikalik ekani asosiy omil bo'lganini ta'kidladi. U hatto agar men Oq uyda bo'lmaganimda, u Vatikanda bo'lmas edi deya keskin bayonot berdi. Shu bilan birga u papaga radikal so'l kuchlarga moyillikka to'xtatish va siyosatchi emas, haqiqiy din rahbari bo'lish lozimligini uqtirdi. Ma'lumot uchun 2026-yil yanvar oyida Rim papasi Lev XIV Vatikandagi diplomatik korpusga an'anaviy murojaatida zamonaviy diplomatiya haqida fikr bildirgan edi. Uning ta'kidlashicha, muloqot va kelishuvlarga asoslangan diplomatiya o'rnini kuch va bosimga asoslangan yondashuvlar egallamoqda. Shuningdek, u qochqinlar, muhojirlar va mahbuslarning huquqlarini hurmat qilishga chaqirgan. Oradan ko'p o'tmay AQSh mudofaa vazirligida ham mazkur masala muhokama qilindi. Siyosiy masalalar bo'yicha vazir o'rinbosari Elbridge Colby Vatikanning AQShdagi vakili kardinal Kristof Perni Pentagonga taklif qildi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, uchrashuv davomida papaning AQSh siyosatiga nisbatan tanqidiy chiqishlari yuzasidan noroziliklar bildirilgan. Yaqin Sharqdagi vaziyatga to'xtalgan Rim papasi esa barcha davlatlarni tinchlikka chaqirib, urushdan voz kechish va muloqot orqali yechim topish zarurligini ta'kidladi. U odamlarning siyosiy yetakchilar bilan muloqot qilib, tinchlik uchun harakat qilishga undadi. Shu bilan birga Lev XIV Tramp tomonidan bildirilgan tanqidlarga javob qaytarishni istamasligini ma'lum qildi. U o'z missiyasi siyosat emas, balki Injil g'oyalarini tarqatish ekanini ta'kidlab, hech qanday bosimdan qo'rqmasligini bildirdi. Biz siyosatchi emasmiz, biz dunyoga tinchlik va yarashish g'oyalarini yetkazish uchun mavjudmiz, dedi u jurnalistlarga bergan intervyusida. Trampning bayonotlari xalqaro siyosatchilar tomonidan ham e'tirozlarga sabab bo'ldi. Jumladan, Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni papani himoya qilib, uning tinchlikka chaqirishi tabiiy va to'g'ri ekanini ta'kidladi. U Trampning so'zlarini qabul qilib bo'lmas deb baholadi. Italiya bosh vaziri o'rinbosari Matteo Salvini ham ushbu masalaga munosabat bildirib, papa milliardlab katoliklarning ma'naviy yetakchisi ekanini eslatdi. Uning fikricha, tinchlikka targ'ib qilayotgan shaxsga nisbatan hujumlar mantiqqa zid hisoblanadi. Bu orada yana bir bahsli holat kuzatildi. Donald Tramp 12 aprel kuni o'zini Iso Masih qiyofasida tasvirlangan sun'iy intellekt orqali yaratilgan suratni e'lon qildi. Suratda u bemorni davolayotgan shifokor sifatida aks etgan bo'lsa-da, jamoatchilik tomonidan bu holat turlicha talqin qilindi. Bu post xristianlar, jumladan AQSh prezidenti tarafdorlari tomonidan keskin tanqidga uchradi. Fox News boshlovchisi va konservativ sharhlovchi Riley Gens u suratni nega e'lon qilganini tushuna olmasligini aytdi va Trampga biroz kamtarroq bo'lishni tavsiya qildi. Konservativ Daily Wire nashri muallifi Megan Basham Trampning postini shakkoklik deb baholagan. O'ng qanotida Blaze TV telekanali boshlovchisi Steve Dees esa ushbu postga yo'q so'zi bilan munosabat bildirgan. Keyinroq Tramp tanqidga uchragan suratni sahifasiga o'zi
joylashtirganini tasdiqladi. U suratni o'chirib yuborgan va unda aslida Iso qiyofasida emas, Qizil Xoch qo'mitasi shifokori qiyofasida tasvirlanganini aytgan. Faqat feyk yangiliklar aynan shunday talqinni o'ylab topishi mumkin. Men bu haqda hozirgina eshitdim va dedim, bu ularning xayoliga qanday keldi? U yerda men odamlarga sog'ayishga yordam beradigan shifokor qiyofasida ekanim nazarda tutilgan, degan Tramp. Shu tariqa Tramp va Rim papasi o'rtasidagi qarama-qarshilik nafaqat siyosiy, balki ma'naviy va ijtimoiy muhokamalar markaziga aylandi. Bu ziddiyat qanday davom etishi esa hali noma'lum, ammo u jahon jamoatchiligi diqqat markazida qolmoqda.